Ular bir necha yil oldin Messi va Ronaldoning izdoshlari deya qaralgan edi va ozgina ularning faoliyatida pasayish kuzatilgandi. Va shu vaqt ichida ommaviy axborot vositalarining e'tibori ular tomonga emas, yosh iste'dod Lamine Yamalga qaratilgan edi. Ammo endi ular qaytishdi. Qaytganda ham rekordlar va tinimsiz gollar bilan Erling Haaland va Kylian Mbappe gegemonlik kurashidagi yetakchilar. Robot va toshbaqaning iste'dodiga kim shubha qiladi? Menimcha hech kim. Endi ular Vini yoki Yamalning soyasida emaslar. Go'yoki bu avlod almashinuvidir. Mbappe Chempionlar Ligasida g'olib bo'lmagan, Haaland Chempionlar Ligasida g'olib bo'lgan, ammo jahon chempionatida Mbappe kabi g'olib bo'lish u yoqda tursin, jamoasi bilan unda qatnashish ham u uchun orzu bo'lgan. Ammo hozir vaziyat umuman boshqacha. Erling Haalandning Norvegiya safida urgan gollari o'ynagan o'yinlaridan ham ko'proq. Klub safida esa 2 daho ketma-ket 10 talab uchrashuvlarda gollarni qalashtirib tashlamoqda. Ularni Ronaldo yoki Messiga solishtirish aslida xato, ammo ertaga biz 2 goatdan ajralganimizdan so'ng ularning raqobatiga muhtojmiz. Muhtoj bo'lish darajasiga kelishimizga esa aynan Ronaldo va Messi sababchi bo'lgan. Nima deb o'ylaysiz? Haaland yoki Mbappe qay birining kelajagi porloq? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring.